Assalomu alaykum jigarlar. Menda kim bor mana? Kim bor? Menga plus. Menga negativlar tushadi. Yaramaslar. Akalar, mana shunaqa negativlar o'zingiz mahallangizdan chiqadi. Sizdan chiqarmaylar, o'zingizlarning mahallalaridan negativ chiqadi. Lekin biz mana qilib sasli yegani ham kelaveramiz. Bosamiz jigarlar, negativlarga e'tibor bermaymiz. O'zingniki o'z kessa o'zakdan degani shu bo'ladi. Bu bola xullas trenddi. Bosamiz jigar. Assalomu alaykum jigarlar, yozib ketdi. 21-yanvar xudo xolasa Rustam Ali shoumen. Rustam Ali barber xizmatchilarida, короче, Rustam Ali barber akkaunti kecha bilasizlar blog bo'lib qoldi. Meni obunachilarim 17500 ta. Adashib qolmanglar, kecha bilib qoldim. 5-6 ta fake akkauntlar bor ekan akalar. Xudo xolasa podishka qilasizlar. 17500 ta obunachi bor ekan. 1-2 ta nimalar bor. Yana bizneschilar bor, ularga ham reklama qilib qo'yaman. Pastda qoldiraman, o'sha akkauntlarga bitta podishka qo'rasizlar. O'zbekistonga podishka qilamiz. Oddiylikdan biznesmenlarga katta ishlar qilamiz, xudo xolasa bosamiz. Shok Instagram kommentdagi ijodkorlarga yangi gap chiqdi. Bedaprasti yig'ishtiringlar. Chirindi bor 30 ming so'm. Cho'chab payti keldi, hammaga chirindi zarur. Tarqatamiz, hamma chirindi bor 30 ming so'm deb yozamiz. Bosamiz gazini. Assalomu alaykum jigarlar, muhokkamamizga aktivni ko'rsatamiz. Qarindoshlaringiz yugurib yursangiz nima deyishi mumkin? Akalar nima deydi yugurib yursangiz? Sog'ligingizga yo'q, yog'ni yo'qotamiz, qorinni yo'qotamiz. O'zbekiston birlami? Uyg'on O'zbekiston. Tamam, bo'ladigan voqealar haqida gaplashamiz. Bitta doktor ukamiz bor, xulosasi o'zi ko'rsa taniydi. Ismini aytmayman lekin bitta joyga borishgan ekan. Molni sorti qanaqa aka degan ekan. Sigir deyamiz. Voy jon akalar, molni sorti bor. Semental, Greenford, Shetland binasalar, lekin sigir degan yo'nalishi ham bor ekan. Bosib qo'yamiz. Moli borlar trendda hozir. Bitta aka keldi, molimni reklama qilib ber deb, "Xo'p, necha pul berasiz?" desam, "Pul bermayman. Bir reklama qil, sen ko'tarilasan" deyapti. Nima qilay? Reklama qilib yuboraymi? Sartaroshxona yugurishdi ichida mol chiqib tursa ham mayli. Assalomu alaykum Instagram, xudo xolasa profilni tiklab oldik. Nimadir bo'ldi, o'zidan o'zi o'chib qoldi jigarlar. Oltinko'lda sentrdaman. Shok. Men inglizchani o'rganmasam bo'lmaydi ekan akalar. Xullas o'qigani yarim kechasi bo'lsa ham keladi. Короче, men o'qish markazini kim biladi? Mashaka kelaverasizlar, men ham mashaka kelyapman. İngilizcani bilmasanglar, mana shunaqa Instagramlar blog bo'lib qolsa, qo'shinglar, qayga yurishni bilmaysizlar. Akalar, bosamiz gazini, Oltinko'ldaman. Oltinko'liklar bormi? Mana bosamizlar, tarqatib qo'yamiz, xizmatchilardamiz. Yugurib gapirishni trend qilamiz. Anjon, nomerading, podeshkada bo'lasizlar, bosamiz. Bu mashinani kim tanidi? Bosamiz jigarlar, xudo xolasa ingliz tilini o'rganamiz, o'rganmasak dunyoni qo'lga ola olmaymiz. Bosamiz jigarlar. Assalomu alaykum jigarlar, O'zbekiston uyg'onamiz, xudo xolasa yugurishni trend qilamiz. Короче, akalar, bu yil 10 million bo'lamiz, chunki oddiy bola, oddiy video olib 10 million bo'ldi. Ham jismoniy tarbiya obunachiga erishamiz akalar. Xudo xolasa bitta rivoyatcha aytib bermoqchiman. Rivoyat aytish menga emas, to'g'ri, lekin meni ham esimga tushib qoldi. Men ham odamman, aytishga haqqim bor. Xohlaganimni qilishga haqqim bor akalar. Xullas bir eski zamonlarda bir rivoyat eshitib qolganman yosh katta odamdan, короче, suv to'xtaydi degan xabar kelgan. Unga hech kim ishonmagan, lekin bitta aqlli odam ishongan, suvni qamrab qo'ygan. Kelganda suv kelgan, uni ichgan odam jinni hisoblangan. Lekin akalar, haligi odam o'zini suvdan ichib ko'chaga chiqmagan. Hali odamlarga aytgan, suvdan ichmanglar, jinni bo'lib qolasizlar. İnsanlar esa haligi odamni ichib olganda, hali aqlli odamni jinniga chiqarib qo'yish. Xulosa o'zinglardan bosamiz hamma bir kishi uchun. Assalomu alaykum O'zbekiston, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu obyektga kirib ketyapmiz, odam ko'payib ketdi akalar. Xullas, xohlaganimda yashay, iltimos sizlardan xohlaganimda yashay. 10 million obunachiga erishamiz, xudo xolasa. Bitta klient qarab turibdi, lekin video olishga majburman. Chunki kommentlarda dahshat so'zlar kelgan. Jon akalar,
26 meni yilim bo'ladi, xudo xolasa. Yugurib choy ichgani kiraman, yugurib ishimni qilaman. Lekin ishdan tashqari men sizlarga yaxshi ma'lumotlarni, pidaraz odamlar haqida, yaxshi voqealar haqida gaplashib, xudo xolasa obunachi ham to'playmiz. Kontentdan bo'ladi, zo'r bo'ladi. Kimda kim reklama qildirmoqchi bo'lsa, tepada nomerlar bor, telefon qilaverasiz, xudo xolasa. O'sha boshlanishiga $100 kelishib qo'ydik hamma bilan. Bitta videoni xudo xolasa ovoramiz deyapsiz. Nima deysizlar shunga? $100 bo'ladimi? 15 ming, 20 mingta ko'ryapti ketadi. Kim qildirmoqchi? Ishonasizlarmi shu narsaga? Gazini bo'lsamiz, O'zbekiston xalqi yugurish trend qilamiz, yog'larni yo'qotib. Ziyon yo'q hech kimga, bosamiz gaz.